daromad keltiradigan kasblardan biriga aylanib bormoqda. Ishonmayapsizmi? Sizning oylik maoshingiz haliyam kammi? Siz demak o'zingiz ustida ishlamayapsiz. Agar sizda ona til adabiyotdan milliy sertifikat bo'ladigan bo'lsa, demak sizda 50% ustama. Matematikadan bo'ladigan bo'lsa esa sizda 20% ustama bo'ladi. Agar siz oliy toifaliga va 70% ustamani qo'lga kiritsangiz, sizning oylik maoshingiz $20,000 chiqadi. Ishonmayapsizmi? O'zingizni ustida ishlashni xohlaysizmi? Bugundan boshlab biz attestatsiyaga bir martalik to'lov, ya'ni 80,000 so'mlik 80,000 so'm evaziga siz biz bilan birgalikda attestatsiyaga noldan boshlab tayyorgarlik ko'rishni boshladik. Qanday qilib? Nima afzalliklari bor deyapsizmi? Bizning kursimizda men o'tgan safar 5 ta muhim asosiy bizning ustuvorligimizda aytgandim. Birinchi o'rinda tajribali, ya'ni fan doktorini o'zi sizga dars o'tadi. Barcha fanlardan. Ikkinchi sababi bizda maxsus platforma, ya'ni attestatsiya testlariga birga bir tushadigan, attestatsiya muhitini beradigan va haqiqiy attestatsiya kuni sizga qanday ishlaydigan bo'lsa, xuddi mana shunday maxsus platformamiz mavjud. Bundan tashqari esa siz har kuni demo testlar va uning tahlillari bilan tanishib borasiz. Yana demo testlarni siz o'sha platformamizda yetishingiz, har kuni o'tiladigan mavzulashtirilgan darslarimizni ham mana shu platformalarda yetishingiz mumkin bo'ladi. Yana nima sabab bilasizmi? Bizda maxsus uyga vazifalarni tekshiradigan platforma yaratdik. Ya'ni siz uyga vazifangizni kimdandir uyalib guruhga tashlashga qiynalyapsizmi? O'zingizda xijolat bo'lyapsiz, lekin to'g'ri bajaryapsizmi, yo'qmi? Buni bilmoqchimisiz? Bizda maxsus uyga vazifalar boti mavjud. Ya'ni siz uyga vazifangizni botga yuborasiz va ustozlar tomonidan uyga vazifangiz tekshirib boriladi. Hamda sizni bilimingiz har kuni qaysi toifada ekanligini ko'rsatib boruvchi va bir oylik statistikasini ko'rsatadigan sizda maxsus bot bor. Ya'ni siz har kungi demo testlarni nafaqat maxsus platformada, balki botda ham tekshirasiz va sizga qaysi toifaga hozir bilimingiz yetishini va o'sha toifani sertifikatini sizga taqdim etadi. Yana qanday qulayliklar bor deysizmi? Har kuni 19:00 dan boshlab 22:00 gacha. Eslab qoling, 19:00 dan 22:00 gacha 3 soatlik jonli eferdagi dars. Bunisiga nima deysiz? Ya'ni men siz bilan 19:00 dan 22:00 gacha birgalikda jonli eferdagi dars bo'ladi. Zero har kuni bitta kitobni tugatish marafonini o'ynashga nima deysiz? Birgalikda tayyorgarlik ko'ramizmi? Sizlarni bugundan boshlangan aynan dolzarb 60 kun deb nomlangan maxsus kursimga taklif qilaman. Tezroq qo'shiling. Sizni imtihondan yiqilishingga asosiy sabablardan biri sizdagi hayajon va qo'rquv. Mana shu hayajon va qo'rquvni yengishingiz uchun bizni maxsus platformalarimiz, botlarimiz va tajribali ustozlar yordam beradi. Zulfiya To'ychiyeva o'zi kim demoqchimisiz? Zulfiyaxon To'ychiyeva kim ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, matematika o'qitish metodikasining oxirgi sahifasiga qarang. U yerda meni ismi familiyamni ko'rasiz. Yoki kasb standartining ikkinchi sahifasini ko'ring. U yerda meni ismi familiyamni ko'rasiz. Yoki kreativ pedagogika kitobi qo'lingizdami Muslimov domlani? Oxirgi sahifasini oching. Ana shu yerda meni ismi familiyamni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizning farzandingiz boshlang'ich ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsa, u yerdagi aynan o'qituvchilar uchun o'quv majmualarining, ona tili o'qitish metodikasi va bolalar adabiyoti majmualarining muallifi o'zim bo'laman. Sizlar bilan yopiq guruhda aynan mana shu darajaga yetishlaring uchun yordam berish uchun bugundan boshlab noldan kurslarni boshlayapmiz. Qani qadrli ustozlar, birgalikda oliy toifani, 70% ustamani, 50% ustamani, 20% ustamani, inshaalloh 15% ustamani birgalikda, hamkorlikda qo'lga kiritamiz. Demak, start boshlandi. Ha, aytgancha, agar siz bugun bizning kanalimizga ulanib olsangiz, sizga maxsus platformani linki beriladi va siz bu platformada bugun kechki payt, ya'ni
00 gacha, 12:00 gacha siz bepul platformadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, kanalimizga ulanib oling. Sizlar bilan yopiq kanallarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrli ustozlar, endi esa men ishga ketdim.